Assalomu alaykum, shirin baliq ko'li a'zolari. Mana bugun yana Paytiqdan 4 ta akamiz kelibdi musobaqada, xudo xolasa. Akalar, mana shart o'tgan safar nima qilganman? Jamoaviyda, misol mana sizlar hozir baliq ushlasalaring, bittadan, ikkitadan ushlasalaring, jamoaviy kilo hisoblanadi. Bitta odamlar ushlasa 1 kilo $50, bitta odamga katta baliq ushlaganga, jamoaviy ko'proq baliq ushlaganga $100 mukofoti bor. 8-dekabrgacha soat 5:00 da tugaydi musobaqasi. Shunaqa musobaqa qilib qo'yganmiz. Shunda faqat katta ko'lga nima qilinadi? Bu kelib turib, kichkina ko'lda bugun kelib bo'lsa o'sha oldi bunaqa emas, faqat katta ko'lda chiqqan baliqqa hisoblanadi. Mashinga nima qilib qo'yapman akalar? Gruppaga tashlab nima qilib qo'yamiz? Hop, akalar. 11-noyabr baliq tepganda o'g'llar boshlandi. Kelaverasizlar. Akalar. Baliqlar zo'r, xolasa. Aka, ushlab turasiz. Siz o'tirasizlar. Syomka bo'lyaptimi? Ha, syomka ketyapti. Faqat bittasini shu olib ko'rsatib qo'ying. Mana bittasini shotdi. Kattaroq ishlayni. Reklamaga. Ha, reklamaga tashlab qo'ying. To'g'ri qo'liga sig'mayapti qo'llariga. Ushlab turasiz, o'xshaydi. O mavsumi juda qizg'in bo'lar ekan, ha? On 9 kilo aka. Mana 19 kilo. Ushlab turaverasiz, ana yuravering. Yuravering. Akalar mana hozirchalik 19 kilo. 19 kilo to'kildi mana. Hozir yana bitta jomcha to'kib olamiz, qolgan yog'ini xudo xolasa katta kichkina keldi. O'zi kelib qoldi. Abi bu tekan akamni olavering. Akam suvga qarang. Yo'q. Qani mana. Sizga ko'ringni. Yo'q, hali boshligini hozir to'xtatdim. Asl to'g'ri yo'g'onchi. Mana. Avval. Hali bor ekan. Boramiz. On 16 kilo ekan. Xullas 16 kilo, 15 kilo bo'lsa, 19 kilo. 35 kilo bo'ladi, nechta kilo? 35 kilo bo'lsa. 35 kilo. 35 kilo katta ko'lga ketyapti, xudo xolasa. Qolgan yog'i kichkinaga tashlayapti. Yaras keling. Bundan kecha menga olaverasiz. Pauza bosib turing. Pauzani qizil bilan bosib qo'yaymi? Bu tochka bilan.
Mana aka. Mana akalar. 11-oz 35 kilo kattaga tashladik. Ha, aka, o betonga tiralasiz. Sekin oldiga olib oling. Otalar ko'li. Sekin kelavering. Sekin tushavering. 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 To'xtang. Tushavering. Tushavering, betonga tiralasiz, sekin tushsangiz betonga to'xtaysiz. Tushavering. Tushavering, yana ozgina. Bo'ldi. Bitta suvimiz yetmoqda. Akalar. 35 kilo bo'lsa, xudo xolasa 65 kilo qoldimi? Karaslarimiz ham bor ekan, xafa bo'lmaysizlar ichida. Aynan ichida bor edi. Ana shuni ko'tarlaring aka. Uni ushlab turing-da. Bitta Mahmud aka. Bitta baliq olaman, mana uni bossangiz rasmga oladi aka. Bitta sadoyda olib bering aka. Og'a sadoyda olib bering. Bitta katta pulcha rasmga. Bunga o'sha ama bitta bilaman. Shuni mayli. Mayli, mana. Shunga borib qani o'ziz bilan qo'shib tushiryapman. Bo'ldi. Havuzda. Ketdi mana. Boshlandi. Mana havuzga tushgan baliqlarimiz. Mana baholar. Sog'lom hammasi. Qo'g'a apkan qormog'ingizni ilib beraman. Mana. Mana. Bor o'yna. Qarab qo'ying. Mana. Intervyuni davom ettirasizmi? Bo'ldi sekin. Mana hammalarimiz ko'llarga tushdi. O'z karasi otamizga suv to'kildi bu. Suvni bo'shatdi. O, ketdi. Qalmoq tayyorlaylar, ketdi o'sha yoqqa. Mana bu. Syomkadan. To'xtatoraymi? Pauza. Alaykum, mana shirin baliqlar birinchi natija. 11 noyabr. Mana Patoli akalardan. Hammaga bo'lsin. 7 ta odamga o'zi mana 65 kilo deb sheringlarga aytayaptilar. Mana. O'tirib ham shop ko'radi mana turmasdan. Yilib keldingiz mana o po'kdi. Endi baliq nima oldi endi? Bo'laveradi baliq ushlaydi. Mana baliqni dadasi Mana boshlandi mana xudo xolasa. Oling endi qo'lingizga bir nima qilib qo'ying. Rizvonmi? Bunisini ushlaganga? Baliq bor mana. qaytarib beramiz uka. Ha bu. Hammamiz yig'ib beramiz. Qani endi. Mana akalar. Mana.
Qayerdan keldingiz aka mana? Biz partidan Paytadan ismingiz nima aka? Ravshan polvon. Roshan tog'ay ekan mana. Polvoni ham bor ekan mana. Kelaverasizlar mana boshlandi xudo xolasa. 11-noyabr yana ikkinchi natija bo'ldi. Baliqlarimiz bitta. Suvlarni mana. Aytuqlilardan mana yana bir tomonga to'planishib boradi ekan. Tarim tog'adan mana natija. Qo'lda o'tirib ham shop qo'yapsizlar-ku. Bitta qo'lda tortyapti turadi, men birovni qalmag'in tortib beryaptimikin deyapman. Qani mana. To'rtta chiroyli tovonni qilib. Qulluq bo'lsin aka mana. Atolidan ham tog'adi mana. Ana akalar. Qani aka siz qo'yinchi? Bu 1 kiloga yaqin shekilli. 1 kilo. Patuli akalar nimasi mana. Mayli akalar, sog' bo'linglar, rozi bo'linglar. Telefon qilamiz, ha?